Shuhrat aka Tojiboyev, marhamat. Aytib qo'ying kelinchakka dugonasi o'z qiziga jabr qildi o'z onasi kelinchakni olib ketdi o'zga yigit kelisharmikin uning bilan peshonasi aytib qo'ying kelinchakka dugonasi o'z qiziga jabr qildi o'z onasi kelinchakni olib ketdi o'zga yigit kelisharmikin uning bilan peshonasi kelinchakni boy bolaga uzatdilar meni haydab ostonadan kuzatdilar qator qator boyvachchalar turganida senga ne bor deya ko'nglim muzlatdilar qator qator boyvachchalar turganida senga ne bor deya ko'nglim muzlatdilar kelinchakni yor yor aytib olib ketdi yuragimga qayg'u alam solib ketdi lolu hayron oshiq yigit armonlarim bir umrga yuragimda qolib ketdi aytib qo'ying kelinchakka dugonasi o'z qiziga jabr qildi o'z onasi kelinchakni olib ketdi o'zga yigit kelisharmikin uning bilan peshonasi kelisharmikin uning bilan peshonasi Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qirg'izistondan assalomu alaykum akajonim. Marhamat. Marhamat, xush kelibsiz. Jamshid aka yo'llariga Keling, meni yonimga o'tiring. Xo'p. Hayotiy voqealarga asoslangan ta'sirli ashula bilan boshladingiz. Rahmat. Hattoki bizni qo'shiq yozganingizga qancha bo'ldi? Necha yil bo'ldi bu qo'shiqqa? Bu qo'shiqda endi to'g'risini aytish kerak. Bu qo'shiqda shu adashmasam shu 97-yil Bo'ydoq mahallimda yozuvdim. Xullas aka gap bundoq. Bugun endi mana Qirg'izistondan kelibsiz. Xullas qo'shuvni sotasiz. bo'lmasa ketmaysiz dengda. Net bor. Shuhrat aka. Shu yerda o'zida Mana keling. aka, eshiting. Sotmayman, shunday beraman. Aytsa men so'yinaman, men xursand bo'laman. Aka, tirikchilik qilamiz, eshiting. Bu odam juda qiynalgan, juda bir Zo'rg'a yuraman. ha, qani qo'shuv bor-ku. Auksion sotib yuboraman xolasiz. Aka, bering shu yigitga. Siz nima desa shu bo'lib turibdi. Do'dam,
efirdan tashqari hozir reklama orasida bir qismni bo'lib olamiz. So'ng gaplashib olamiz. Men qarang, bo'ladimi, ma'qulmi? Albatta biz Klip mana. Oh, Tayyor aktrisa. rejissor ham yeting. Mana o'tiribdi-ku. Bo'ldi. Dodam. Mana qo'l ko'taryapti. Yana nima kerak sizlarga? Shuhrat aka, muxlislaringiz ko'p. Salomlashib oling, uydagilarga hammaga salom yo'llang.